o'zimizning gazetamiz ketirdi. Gazetamiz bitlarında biz eridan ali belgilar e'lon etib turamiz. Ham kishi shu belgilarda qatnasha. Har kim o'zini ko'rsata, ovulini ko'rsata, ovuldoshlarini ko'rsata. Bizning mana esda qolgan bir necha belgini aytam. Bo'ldi shunday butun respublikaning maktablari darrov qatnashgan yozilmagan insho degan belgimiz bo'ldi. Büyük zor rezonans tug'dirdi. Ondan bo'ldi turnalar tushgan yerda degan u bizning shulay büyük zor rezonans tug'dirdi. Muhammad Mahdiyevga bag'ishlangan belgi edi. Hamda so'nggi vaqtda bo'lgan belgilarning bir nechasini aytam. U enilarga bag'ishlangan belgi edi. Ham bugungi kunda bora bizning ota haqqı degan belgi, bugün yazmalar talep edilen belgi. Onda bütün kişiler katnaşar, hatun hakkı, ana hakkı bulgan gibi ota hakkı da var. Mən sizden şunda yazmalar kütüp kalırız. Kilomuzun sebebi bütünler başka türler belgi. Foto belge e'lon etganidek har kim o'zining ovulindagi eng motor kadrlarni tushirib yuboradi. Shu fotografiya uchun tovush berishaklar. Biz ularning shu xatni bu holatda yo'qlov tabir aligi belgidir. Sizning Yansuvar ovulidan da bizga ishlar yubordilar ham bütün Yansuvar ovulda yaşaganı, şehirde yaşaganı, bütün yoktaşlarını şu belgige tortib, sizning ovuldan kelgan fotografiya ikinci o'rinni oldi. Bu belgiler bizning boshqa o'ylagan yo'q, biz birgina kishiga birgina fotografiya o'rin oldik. Qatnashuvchilar shundan hadli ko'p bo'ldi. Ham bularni inkor etib, bularni endi ko'rmay qolsak, u bizning tarafdan balkim durust bo'lmasa, shunga ko'ra biz 3 o'rin belgilarga bo'ldik. 3 o'rin belgiladik ham bizning birinchi o'rinni oldi Boluq listasining tuban ham yuqori tegirmanlik ovuli. Go'zal ham Oyrat Habibullinlar. Ular jibergan ish bilasizmi ko'pmi? 350.433 tovush edi. Bu bir ko'p. Ondan so'ng mana sizning Rimma Semyonova ham Elmira Takranova jibergan fotolar shular bir ko'p tovush edilar. Ularga yüz minglardan hisoblanan bu endi bu iki kızның oңышығына түгел, bu şuşa Yansuvar avulu halkının birdemligin, yoqtaşlarının birdemligin ko'rsata turgan son edi. Hem üçüncü o'rinda bizning bo'ldi Yeşil Uzan rayonining Boqirshi ovulidan Milowsha Salahova degan qiz.